Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Qarmanglar. Bugungi video rolikimizda Xorazm to'y dasturxoni proyektimizni navbatdagi sonini e'tiborlaringizga havola qilamiz. Powerlarning xizmatini ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, video rolikimizni o'tirmay oxiridan ko'ringlar. Qo'shko'pir tumanidamiz, ya'ni Xayrobod mahallasi, Xolmurod ota to'yxonasini yetib keldik. Shu yerda Murodbek do'stimiz bugun xizmatda ekan, shuni ishlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz, ya'ni dasturxonni bezash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Murodbek, assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshimi? Farmon jo'ra. Shunda Xudo xolasa, nechik nozik ne'matlar bilan bezatdingiz dasturxonni? Bugun Xudo xolasa, kishi boshina 100 ming so'mdan xarajatlar, ovqatlar hamma narsa o'zlarimizdan bo'ladi. Alloh nasib etsa, bugun o'rtamizda Xudo xolasa non assortilarimiz, meva assortimiz, pomidor bodring assortimiz bo'ladi. Sariyaga tovuqlarimiz, baraka assortilarimiz yana, qovun taruzlarimiz Xudo xolasa, 3 xil salatimiz, pishiriqlarimiz, somsalarimiz bo'ladi. Misnoy assortilarimiz ham bor yana. Ovqatdan ola bo'ladi. Xudo xolasa, bugun bir xil ovqat to'yishimizni qoqishi bilan go'sht soy degan ovqat bo'ladi. Agar kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana kishi boshina 100 ming so'mdan qilganmiz. Agar xarajatni apparadon bo'lsa, kishi boshina 10 ming so'mdan bo'ladi. Tushunarli. Agar yog'doyi bo'lmaydigan odamniki bo'ladigan bo'lsa, shuninglar ham xizmatga boraveramiz. Lekin haqiqatan yog'doyi bo'lmasa, boramiz. Tushunarli. Agar kimga shunday yaxshi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimni qoldirib o'tib ketsang, Xudo xohlasa, imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz ana yog'doyi bo'lmasa yordam qilasiz. Xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha borib xizmat qilamiz. Hurmatli yurtdoshlar, kimga shu Murodbek do'stimizning xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib to'ylaringizni sovib beradi. Xayr, sog' bo'linglar.